Assalomu alaykum YouTube'dagi Shifokor ona kanalining obunachilari va kuzatuvchilari. Bugungi kunda dolzarb mavzulardan biri bo'lgan go'daklarimizning tez shamollab kasal bo'lishlari. Bunga sabablar nima? Bugun men sizlar bilan auditoriyamizga taklif qilingan Buxoro viloyati bolalar ko'p tarmoq tibbiyot markazining oliy toifali pediatri, erta yosh bo'limining boshlig'i Muhiddinov Shuhrat Toyirichni taklif qilganman va albatta sizga ular bu kishi o'z tajribalaridan kelib chiqqan holatda bugungi kundagi bolalarimizning tez shamollashning sabablari haqida sizlarga suhbat olib boradilar. Assalomu alaykum Shuhrat Toyirovich. Assalomu alaykum. Mana ko'ramizki bir mavsumda onalarimiz bolalarini 3-4 marta shamollatib kasalxonaga yetkazadilar, to'g'rimi? Mana shularni siz har birini davolab chiqarib yuborasiz, qarabsizki yana 10 kun 15 kundan keyin yana qayta shamollab keladilar. Mana shularning sababi nima? Bugungi kunda bolalarning tez shamollab, tez kasalxonaga tushib qolib davolanishlariga sabablar nima bo'lyapti? To'g'ri, juda savolingiz bugungi kunda eng dolzarb hisoblanadi muammo. Mana bizdan ko'p kasallarimiz kelishyapti. Ana haqiqatan bir yilda, hattoki bir oyda 2 marta kasal bo'lgan bolalarimiz ham bugungi kunda kuzatilmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri ana bugungi kunda ana mavsumiy kasallik degan ORV, o'tkir respirator virus infeksiyalarning avj davri hisoblanadi. Mana bunda ko'pgina onalarimiz bolalarga demak e'tiborli bo'lsa-da, lekin birlamchi tibbiyot tizimida bolalarni sog'lomlashtirish muammolari ozginagina ayrim bir kamchiliklarga e'tibor berish lozim. Aynan birinchi navbatda bugungi kunda bolalar orasida kasallanishning birinchi o'rinda turishi bu kamqonlik kasalligi. Ko'pgina mana onalarimiz keladi, aytadiki, mana bolamning immunitetini ko'tarishga yordam bering, bolamning immuniteti past. Immunitet degan alohida bir kasallik bunaqa bir yo'q. Immunitet qayerda joylashgan? Immun tanachalari, immun tizimi bu qonda joylashgan. Albatta biz ko'ramiz, uni bolaning qon analizini olib kelgin deymiz. Bolani qonida gemoglobin miqdori masalan 8, 9 yoki mana 90, 80, 100 gacha bo'lgan paytga albatta qanaqa immunitet haqida gapirish mumkin? Chunki birinchi navbatda biz aytamiz, demak, mana shu har bitta ona o'z bolasiga mana rivojlanyaptimi, asosan mana 2 oydan keyin, 3 oydan keyin, hattoki mana shu bo'yicha bizning mavjud buyruqlarimiz bor. Sog'liqni saqlash vazirligining buyruqlari borki, bu buyruqlar asosida 3 oylikda, 6 oylikda bolalarga umumiy qon analizlari, umumiy biokimyoviy analizlar, bolalarni UZIdan o'tkazish, ana bolalarni nevropatolog ko'rigidan, ortoped ko'rigidan o'tkazish degan haligi maxsus buyruqlar bor. Mana shu buyruqlar mahalliy, endi bu kunda mana oilaviy poliklinika deymiz, oilaviy shifokor punkti deymiz yoki qishloqlarda qishloq oilaviy poliklinikasi deymiz. Mana shu poliklinikalarda faol ko'rsatgan umumiy amaliyot shifokorlari mavjud. Mana shu umumiy amaliyot shifokorlari mana shu bolalarni dispanser nazoratiga olib, ularni dispanser guruhlariga ajratish kerak. Mana birinchi gruppa bu sog'lom gruppa, ikkinchi gruppa bu moyil gruppa, uchinchi gruppa bu tez kasallanuvchi yoki surunkali kasallar bo'lgan gruppaga ajratib, mana shularni nazoratga olib, rejali ravishda sog'lomlashtirish ishlarini olib borish kerak. Mana birinchi shu sog'lomlashtirish ishlarining asosiy birinchi sababi bu kamqonlik. Demak, o'z vaqtiga agar shu kamqonlikni topib, o'z vaqtiga shu kamqonlikning sababini aniqlab, unga temir yetishmaydimi, oqsil yetishmaydimi yoki vitamin gruppasi yetishmaydi. Mana shu kamqonlikning sababini aniqlab, shu sababini bartaraf etib, shu kamqonlikni davolasa. Ikkinchi mana kasallik uchraydigan kasallar bugungi kunda mana rahit degan kasallik bor. Rahit kasalligi bu bolalarda mana ko'p terlash, ana orqa sochlarining to'kilishi, peshona suyaklarining do'ngayishi, katta liqildoqning kech yopilishi, tishlarning kech chiqishi va hokazo buning simptomlari ko'p, lekin mana shu rahit kasalligining ham dengizida immun tizimining pasayishi yotadi. Albatta immunitet pasayadi. Chunki mana shu bo'limimizda kelyapti, mana bo'limda shu nechta kasal davolasak, taxminan foiz hisoblasak, shu kasallarning qariyb 70-80% rahit. Rahit. Demak, ko'ryapman, qayta kelayotgan kasallar orasida ham mana shu tez aytgan shamollash orasida rahit kasalligi juda ko'p. Chunki ular terlaydi. O'zi terlaydi, o'zini terisi bilan o'zini nam olib, o'zi-o'zidan nam olib,
o'zini shamollatadi bu kasallik. Terlaydi. Chunki raqib kasallarning eng asosiy simptomlaridan biri bu ko'p terlash. Yani undan tashqari surunkali infeksiyalar. Endi onalar albatta bu boshqa tema. Onalar o'z sog'ligiga, o'z salomatligiga homiladorlik davridan e'tibor berish kerak. Albatta. Davridan e'tibor berish kerak. Hattoki o'sha to'ydan oldin, to'g'rimi Shuhrat o'g'li? Qizlik davrlarida. Ovqatlanish ratsionlariga e'tibor qilishlari kerak, kiyinish gigiyenalarga e'tibor qilish kerak. Yana ikkinchi shu kasal savolingizga javobki, nima uchun tez kasal bo'lyapti? Keyin mana oylarda rejim oddiy shu epidemiologik bilimlar kerak. Oddiy epidemiologik bilim qaysikim? Albatta. Bu bilimni shart emas, bu bilim uchun maxsus tibbiyot muassasasida o'qish kerak emas. Mana biz davolaymiz, men yozaman. Har bir kishi mana uyga javob beryapman, aytaman. Iltimos, mana siz davolandingiz. Mana 20 kun, 10 kun yotdingiz, juda ko'p antibiotik oldi. Bolangiz hali nozik. Iltimos bolangizni asrang, ya'ni bir necha haligi ta'sirlardan asrang. Eng asosiy ta'sir bu kontakt. Kontakt. Mana uyga boradi, uyda ko'p bola, mana akasi bor, ukasi bor, bobosi bor, bibisi bor. Mana yoki ikkita uchta agar oila birga yashasalar agar, ularni amakisi bor, xolavachchasi bor, ikkita uchta kelin bir joyda bo'lsa agar, shu boradi. Endi bir oddiy bilim kerakda, shu bittasi shamolyaptimi, burni oqyaptimi, aksiryaptimi yoki yengil temperatura qilyaptimi, kiritmang gavjunga. Aloydalash. Izolyatsiya. O'zi esingizga bo'lsa, mana korona paytida ham bizning aramizda gap bo'ladiki, ijtimoiy masofa 2 metr. 2 metrlik ijtimoiy masofa degan gap bor edi. Mana shu, chunki 2 metrda virus uchmaydi, virus qo'nadi. O'sha uchun shu koronaning shu oddiy qoidalari, sizga bo'lsa koronavirus davridagi oddiy qoidalar, maska taqish, kasal odam maska taqsin, kasal odam 2 metr bir-biridan uzoqda bo'lsin. Xuddi shunday. Biz bolalarga javob beramiz. Yaxshi sog'lom bola ketadi. Mana pnevmoniya bilan 10 kun yotadi, 15 kun yotadi yoki mana necha kun yotsam, uyga borgandan keyin 5-6 kundan keyin yana qaytib isitmalaydi. Ha, eshitsak yoki bolani bog'chaga berishadi, yoki bog'cha qatnaydigan bironta akasi, ukasi, burni oqadigan, haligi temperatura qiladigan yoki bir yo'taladigan bola bu bilan kontaktda bo'ladi. Yoki bobosi, bibisi shamollagan bo'ladi, yoki ota-onasi shamollagan bo'ladi. Ha, dedi akasi shamolladi, buni yana yuqtirdi. Ha, buni asrash kerak. Shuhrat o'g'li, mana shu erta yoshdagi bolalarda aynan kasallikning qaysi turlari tez bolalar o'rtasida bo'lib, sizga qaysi turlari bilan ko'proq murojaat qilishadi? Endi bugungi kunda shu erta yoshdagi bolalar deymiz. Endi erta yoshdagi bolalar bu 2 yoshgacha bo'lgan bolalar. 2 yosh, 1 yosh, 2 yosh va 3 yoshgacha bo'lgan guruhga, endi yaselli guruhga deydi ruschada. Mana shu erta yoshdagi bolalarga kiradi. Endi erta yoshdagi bolalar nimasi bilan ajraladi? Endi hammaga ma'lum, bular sho'x, ro'q so'maydi, kontakt katta, haligi kontakt qilishadi. Ularning gigiyenik naviki deydi, gigiyenik ko'nikmalari yo'q. To'g'rimi? O'sha 4 yoshar, 5 yoshar bolaga unga tegma, qo'lingni yuv, buni og'zingga tiqmaysiz, tiqmaydi, hech qilmaydi. Erta yoshdagi bolalarda bu narsa yo'q. Ularda erta yoshdagi bolalarda gigiyenik ko'nikmalar nol. Kesakni og'ziga tiqadi, cho'pni og'ziga tiqadi, shu ko'chadagi nima bo'lsa og'ziga tiqaveradi ular. O'sha uchun ham bu yerdagi bugungi kunda mana shu erta yoshdagi bolalarda birinchi o'rinda turadigan kasallardan biri bu o'tkir respirator kasalliklar va o'tkir ichak kasalliklar. Bugungi kunda hammasi isitma qiladi bular, tomoq qizaradi, keyin asorat bersa pnevmoniya asorat beradi, bronxit yoki pnevmoniyaga, yoki diareya, ich ketdi, qusish, ich ketdi, disfipsiya yoki diareya sindromiga olib keladi. O'sha uchun ham bu bolalarda asosan shu 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda men onalarni e'tiborini alohida qaratmoqchi edim. Chunki iloji yo'q. Bu onalar shu bolalarni shu ketma-ket bolani kuzatib, shu qo'lidan ehtiyot bo'lib, qo'ldagi narsadan ehtiyot bo'lib, shu masalan meva jamoada o'riklar chiqib, mana o'rik davri, gilos davri, klubnika davri, to'g'rimi? Mana shularni o'zi hammasi og'ziga tiqishi juda e'tiborli bo'lsin. Chunki bir agar bola bir shamollasa, bir haligi zaharlansa ovqatdan, bir ichagida bir infeksiya tushib qolsa, bu infeksiya ichakdan ketmaydi. Bu doimiy gastrit, surunkali enterokolit bo'lib, bola doimiy ravishda ana shu ichak faoliyatining buzilishiga olib keladi. Bolalarni sog'lom bo'lishi uchun yosh onalarimiz, ya'ni homiladorlik davrlarida nimalarga e'tibor berish kerak-ku? Shu bola sog'lom dunyoga kelib, mana immunitet deb o'tgan, o'shalar immunitetlari baland bo'ladi. Onalarimiz o'sha homiladorlik davrida e'tibor qilishlari kerakmi? O'sha nimalarga e'tibor qilishlari kerak? Endi mana agar biz mana shu har kasal bolalar orasida hozir
ana shamollash ko'p, lekin ko'p bolalarda qonda virus topilyapti. To'rtchi infeksiya degan viruslar bor. To'rtchi infeksiya degan viruslarimiz bor. Mana sepsis kasalligi bor, qonda infeksiyaning kirishi, mana kirib olishi, sepsis kasallar bor. Mana shu kasallarga tez kasallanuvchi mana hozir pnevmoniya bilan yotibdi bizda, mana bronxitlar bilan yotibdi. Mana shu kasallarning onalari bilan suhbatlashsak, aksariyat holatlarda biz suhbatlashib homiladorlik davrini kechishini so'raymiz. Mana shu homiladorlik davrining ketishida ularning qog'onoq suvlari hammasi iflos. Qog'onoq suvlari ifloslangan. Suv tozam yo suvim loyiqa. Uzi berib mana birinchi trimestrda, ikkinchi trimestrda skriningdan o'tadi ular. Ana shu bizda shamollaganlarning va aksariyat sepsis va to'rtchi infeksiya tashuvchilik bo'lgan bemorlar onasi bilan suhbatlashganda, ularning aksariyati 60-70% onalarda suvlar loyiqa bo'ladi. Bu nima degandi? Bu degandi organizmda o'sha infeksiya bor degandi. Onaning organizmida infeksiya bor. O'sha uchun men aytmoqchi edimki, birinchi navbatda o'sha kasallik. Mana agar statistikani olsak, statistika bo'yicha ayollar orasida birinchi o'rinda kamqonlik kasalligi. Qoni kam albatta. Uni qoni masalan 70-80 bo'lsa, o'zini bazo'r ta'minlasa qon bilan, u ichidagi homiladagi bolasini qanday qon bilan ta'minlaydi? Albatta uni o'sha homila ichidan uning immuniteti past bo'lib chiqadi. Kam qon bo'lib chiqadi. Gipoksiya, miyada gipoksiya bo'ladi. Ya'ni miyada qon aylanishib bo'lgandan keyin kislorod yetishmasligi olib kelib, miyada surunkali gipoksiya bo'lgandan keyin biz organizmdagi barchaligi faoliyatni miya boshqaradi. Miyada o'zi kislorod yetishmagandan keyin, miya gipoksiya bo'lgandan keyin albatta boshqaruv o'sha boshidan jarohatlangan bo'ladi. Boshqaruv boshdan buziladi. Ikkinchi kasallik onalar orasida bu zo'q kasalligi. Buqoq. Bugungi kunda eng dolzarb muammo bu buqoq, ya'ni ko'pchilik qizlarimizda shu narsa kuzatiladi. Yod yetishmasligi. Chunki mana shu yod yetishmasligi holatlari bu buqoq bezining mana nima bezimizning haligi qalqonsimon bezning yod yetishmasligi ta'sirida qalqonsimon bezdagi gormonlar juda katta gormon chiqaradi. Somatotrop gormon, boshqa gormonlar chiqaradi o'sha qalqonsimon bezimiz. Mana shu yerda zo'q kasalligida taxikardiya onalar orasida, terlash, onalarning barchaligi organlarining buzilishi natijasida mana shu zo'q kasalligi ham homiladagi toksikoz, gistoz, homilada bachadon ichi qon aylanishini buzilishiga olib kelgandan keyin albatta bu yerda ham bolalarimiz o'sha homila ichida zararlanadi. Homila ichida bularning ayrim organlarning faoliyati buziladi. Va uchinchi o'rinda yosh qizlarimiz, bo'lajak onalarimiz orasidagi kasallar ichida bu pyelonefrit kasalligi. Pyelonefrit kasalligi bo'yicha men alohida aytmoqchi edimki, urologlarning nimasi, biz ham bolalar uchun javob berishimiz kerak. Pyelonefrit kasalligida bu yerda bevosita qiz bolalar o'sha qizlik davridan qiz bolaning bo'lajak onaning onasi e'tibor berishi kerak. Rahmat sizga. Bo'lajak onaning onasi e'tibor berishi kerak. Chunki bugungi kunda men aksariyat onalardan so'rasam, hammasida pastistit bor, pyelonefrit bor. Pyelonefrit deganiki bu loyqa suv. Bu demak pochkada ichak tayoqchalari, pochkada kishilashni palochka infeksiya, pochkada infeksiya bo'lgandan keyin avtomatik tug'ruq qayerdan bo'ladi? Tug'ruq bu shu jinsiy yo'llar hisobidan. Bu jinsiy yo'llar demak siydik yo'li, siydik tufayli buyrak kasallangandan keyin bola ham ana shu yo'llar o'tgandan keyin albatta bola o'sha tug'ilish davrida infeksiyani olib chiqadi. Ichak infeksiyasini olib chiqadi. Ko'p bolalarda mana o'sha ko'zlari loyqalanadi, ko'zlari yiringlaydi va ko'p bolalarda mana shu homila ichini yutib chiqqandan keyin yutadi. Ona ichida yutgandan keyin o'sha bolani o'zi tug'iladi bola gepatomegaliya bilan, jigar katta. Ko'p aksar bolalarda jigar katta sarg'ayish bilan tug'iladi. Mana shu homila ichi infeksiyasiga olib keladi. O'sha uchun bu kunlarda men onalarning e'tiborini qaratmoqchi edim. Yosh onalar o'zini qizlaringizga e'tibor beringlar. Nimaga e'tibor bering? Aynan qizlar gigiyenasiga e'tibor bersin. Albatta. Qizlarga mana tahoratga e'tibor berish kerak. Mana qizning tahorati old jinsiy organning tahorati va arqa jinsiy organ tahorati. Mana shu old jinsiy organning tahorati, suv, tahorat oldindan orqaga qarab bo'lishi kerak. Vaholanki ko'pgina bizning onalarimiz orqa oldinni aralash yuviladi. Chaqaloqni aralash yuvadi. Ko'zbacha aralash yuviladi. To'g'ri, ichak bilan qinga yaqin bo'lganligi sababli, to'g'rimi? Orqadagi axlat oldinga tushadi. Qinga kirib tushadi. O'sha oldinga tushgandan keyin bu ichak tayoqchalari borib sistit o'sha uchun hech qachon orqani yuvgan qo'l oldinni yuvmasligi kerak, qinni yuvmasligi kerak. Avval qin oldinni yuvib, keyin qizni bolani orqasini yuvib, keyin bu qo'lni qirson bilan yuvish kerak.
Har kecha mana shularga e'tibor berish kerak. Demak, onalikka tayyorlash uchun o'sha qiz bolani tug'ilganidan parvarish chiroyli bo'lishi kerak, to'g'rimi? Demak, onalarimizni tibbiy bilim darajalari, tibbiy madaniyatlari baland bo'lishi kerak. Albatta. Albatta. Shuhrat Oydek, yana bitta sizga savol. Onalarimiz hozirgi vaqtda bolasi kasal bo'ldimi, uy sharoitida o'zi bilgancha davolanyapti. Yugurib dorixonalarda boradi-da, o'zi xohlagan borib o'sha dori-ukollarni olib uy sharoitida o'zlari qo'llab turibdi. Siz shu masalada qanday fikrdasiz? Mana o'sha onalar asorat bilan keyin sizga keladi, albatta, to'g'rimi? Albatta. Siz o'sha onalarimizga bugungi kunda qanday maslahatingizni bergan bo'lardingiz? Bu Zeba juda to'g'ri savol bo'ldi bu. Juda dolzarb savol bo'ldi, chunki yaqinda mana esingizga bo'lsa, mana shu dorilardan zaharlanish holatlari bo'ldi. Mana shu Kurazit firmasi, Doktor Kurazit firmasi bo'yicha, Kuramax firmasi bo'yicha zaharlanish bo'ldi. Bunga juda dolzarb muammo. Men bu savolga javobni bir maqoldan boshlamoqchi edim. Chiroyli o'zbekda maqol bor. Chumchuqni so'ysa ham qassob so'ysa. Rahmat. O'sha uchun shu maqoldan boshlamoqchi edimki, bu bolalarga endi shu onamni yoki onani o'qituvchimi o'qituvchiligini qilsin, mana uy bekasimi uy bekaligini qilsin, doktormi doktorligini qilsin. Dori yozish, bemorga, bolaga tavsiya berish sog'ligi bo'yicha bu doktorning ishi. Bu uchun doktorlarimiz, hamshiralarimiz o'qigan. 6 yil, 7 yil, to'g'rimi? Magistratura. Bizda qolaversa o'rtacha hisobda har bir vrach 10 yil o'qiydi. Bir umr o'qiydi. 7 yil. Bir umr o'qiysiz. 7 yil masalan, endi bir 7 yil medinstitut, 2 yil, 3 yil magistratura va holat uy o'qiymiz. O'sha ikki og'iz dorini yozish uchun yil o'qiymiz. O'sha uchun bular har bir o'z boshimchalik bilan onalarimiz haligi dori olib, sot olib bolalarga berishadi. Mana asosiy bergan savolingizga javob shuki, onalarga agarda o'z bolangizni sog'ligi kerak bo'lsa, ularga sog'ligi, haligi qimmatli sog'ligiga agar shu javob bersa, hech qachon o'z boshimchalik bilan dori olish kerak emas. Bor albatta endi simptomatik terapiya bor. Mana uni hamma biladi. Temperaturada parasetamol, o'sha ham detskiy dozasi bor. Mana masalan, bir injiqlikda masalan bir yengil bir dorilar bo'lishi mumkin, lekin asosan birinchi navbatda Xudoga shukr bizga tez yordam bor. Mana Lyuboy viloyatimizning, respublikamizning Lyuboy chekkasida hozir juda davlatimiz katta e'tibor beryapti. Katta chiroyli mashinlar, Hyundai mashinlar, tez yordam, sanaviatsiya. Hozirgi hatto mana bu agar bir qishloqdan bir poliklinika borish uchun ikkita mashina, uchta mashina 2 soatga kelmasa, har bitta qishloqning o'zida qishloq vrachlik punktasi bor. Qishloq vrachlik punktidan boshqa qishloq shifokorlik punktlari mavjud bo'lyapti hozir bizda. Mana shunaqa juda haligi xalqqa yaqinlashtirilyapti tibbiy xizmat. O'sha uchun hech qanaqa o'z boshimchalik bilan dori-darmon bermasdan birinchi navbatda vrachga murojaat qilsin. Albatta. Bu bir. Ikkinchisi, bizni bugungi kunda mana tibbiyotda har bitta bemorni, har bitta kasallikni davolash standarti bor. Masalan, bitta antibiotik bitta kasallikni boshlang'ich davrida kerak emas. Ikkinchi davrga kerak. Uchinchi davrga undan ham ziyod kerak. Aytmoqchimanki, har bitta dorining joyi bor, dozasi bor. Har bitta kasallikning og'irligiga qarab, darajasiga qarab. Har bitta dorining dozasi bor va uning nima deydi, turi bor. Bitta antibiotik masalan, bitta dori masalan cefazolin. Bitta kasallikka cefazolin ortiqlik qiladi. Bitta kasallikka cefazolin kamlik qiladi. Unga cetrakson kerak bo'ladi. Masalan, mana shu asnoda men o'ylaymanki, onalarimiz birinchi navbatda yagona javobi mana shu aytgan maqolim shu shifokorga murojaat qilish kerak. Albatta. Shifokor bu uchun o'qigan va shifokorning qo'lida qator protokollar bor, protokol standartlar bor. Bu standartlarda hammasi yozilgan. O'sha uchun nima kirish kerak emas. Velosiped nima izobretat deydi-ku, o'sha uchun nima fol ko'rish kerak emas. Nima qilay, sraz birinchi navbatda haligi tibbiyot xodimiga, vrachga murojaat qilish kerak va undan kerakli muolaja olib, undan agar qoniqmasa, ularga o'sha vrach tavsiyasidan keyin agar nima bersa, o'sha vrach uchun javob beradi. Keyingi vrach, keyingi bosqich mana birinchi tuman bosqichi yoki poliklinika bosqichi, TTB bosqichi, viloyat bosqichi, respublika bosqichi, kerak bo'lsa bosqichma-bosqich bemalol har bitta fuqaro murojaat qilishga haqqi bor. Shuhrat Oydek, bugungi suhbat uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Mana bugun Shifokor ona kanalimiz sizni kuzatib borishyapti, obunachilarimiz. Albatta siz bularga chiroyli maslahatlaringizni berdingiz. Men o'ylayman, yosh onalarimiz sizni maslahatlaringizga quloq solib, bolasini avvalambor asrash kerak. To'g'rimi? Shifokorgacha olib bormasdan, bolasiga o'zi shifokor bo'lib, bolasini parvarishini to'g'ri yo'lga solishi kerak. Bugungi suhbat uchun rahmat. Salomat bo'ling.
auditoriya bilan xayrlashmaysiz, Mayli. yana bir uchrashguncha deb qolasiz. Mayli, uchrashguncha. Nima savollar bo'lsa, nima masala bo'lsa, Kommentariyaga biz yozib qoldiring. maslahatga tayyor. Albatta, mana mutaxassisimiz sizlarga javob berishlariga tayyor. Sog' bo'ling, uchrashguncha.